Gretsiyadamiz, Gretsiya. Endi har bir videoda qadab takrorlayverish o'zi biroz noqulay-ku, lekin endi ko'pchilik hamma qismini ham tomosha qilmasligi mumkin. Va bu yer qayer degan savol paydo bo'lganda ma'lumot uchun takrorlab aytib ketyapman-da. Qani endi imkon bo'lsa, hamma kelsa, aylansa, sayohat qilsa, yer yuzida ham go'zal joylar ko'p ekan. Vatanga hech qaysi teng kelmaydi, no baribir. Boshqa davlatlarni ham tomosha qilgan yaxshi-da. Gretsiyaga birinchi bor kelishim, bu yo'llardan ham birinchi bor yurishim va Gretsiya haqida ko'p ham ma'lumotga ega emasman. Shunchaki yo'llaridan tomoshabinlar bahra olsin deb oddiy telefonda, oddiy usulda videoga olib ketyapman. Anchayin zerikarli bo'lishi mumkin videolar endi. Yo'qdan ko'ra tomosha qilishga hech bo'lmaganda kelajakda eslab ko'rishga yaxshi-da. Yog'ingarchilik, namgarchilik ancha yetarli darajada hamma yoq yashnab yotibdi. Uylar ko'rinyaptimi, yo'qmi? Qishloqlar. Ajoyib. Eng yaxshisi inson o'zi kelib, aylanib, tomosha qilganga kelmaydi. Kuzatishda davom eting.